Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizlar o'tgan darsimiz mavzusi tirnoqni yechish, o'xshash qo'shilg'ichlar, o'xshash qo'shilg'ichlarni birіктirish. Bugun darsni tushuntirishim burun mundaq hisobga nazar audarganimiz durust. 20 teng 20 ga. Shundaqmi? Bizda 20 soni o'zaro teng. Endi biz o'ng tarafga 20 o'sib ichi yazaylik. Sol tarafga 20 o'rniga 5 ko'paytirilgan 4 desak, hech bir nima qilmaymiz, xatolashmaymiz. Chunki 5 ni 4 ko'paytsak 20. Shundaqmi? Endi biz 5 ni 2 qo'shilgan 3 deb yozib olsak, ya'ni hech xatolashmaymiz. Endi biz qanday ko'paytsak, ya'ni biz sol tarafda her bir köpeytip qo'shganda bize 20 chiqish kerak. Onun uchun biz 4 ni 2 ko'paytimiz. Qo'shilgan 4 ni ham 3 ga ko'paytimiz. 4 ko'paytilgan 3 teng 20. Hisoblab ko'raylik. 4 ni 2 ko'paytsak 8, qo'shilgan 4 ni 3 ko'paytsak 12 teng 20. 8 ga 12 ni qo'shsak 20 bo'ldi. 20 teng 20 hesabımız yana qaytadan o'z bitchi chiqdi, ya'ni tenglik qaytadan o'rinlandi. Demak, bergan ko'paytishdagi mundaq narsa e'tibor berish kerak. Shu vaqtda 4 ko'paytirilgan, tirnoq ichilgan 2 qo'shilgan 3 teng, agar sonni qanday bir qo'shilg'ichlarga ko'paytganda, qo'shindiq ko'paytganda, bu son qo'shindining har bir a'zosiga ayrim-ayrim qilib ko'paytildi. Her bir a'zosiga ayrim-ayrim ko'paytildi. Demak, 4 ni 2 ko'paytimiz. Qo'shilgan 4 ni 3 kun ko'paytimiz. Shu yerda 4 ni 2 kun ko'paytdik. 4 ni ham 3 kun qilib ko'paytdik. Ana shunday ham boshqa hisob qarashdik. Masalan, 4 ko'paytirilgan tirnoqlar 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 7 deb berilgan bo'lsa, o chaqda biz 4 ni 2 kun ko'paytirdik. Qo'shilgan 4 ni 3 kun ko'paytirdik. 2 ko'paytirdik. 3 ko'paytirdik. Endi 4 ni ham qancha ko'paytirish kerak? 7 ga qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 7. Demak, qo'shilg'ich son nechital bo'lsa, bu oldidagi ko'paytgichni shu qo'shilg'ichning har bir a'zosi qo'shilg'ichlarga nima qilish, ayrim-ayrim ko'paytirish kerak degani bildirdi. Endi bugungi darsimizga kelsak, bularni biz harflar almashtiraylik. A ko'paytirilgan B qo'shilgan C. Endi bu ikkita qo'shilg'ichga sonni qo'shindiq ko'paytirish kerak. Harfni. Endi biz 4 ni 2 bilan 3 ni qo'shimizni qana ko'paytdik? Biz 4 ni har birisi ko'paytdik, shundaqmi? Bu yerimiz A ni har birisi ko'paytimiz. A ni B ko'paytsak, A B bo'lib qoldi. Qo'shilgan A ni C ko'paytsak, A C bo'ldi. Mana, endi yana shunday bir misol qarashtiraylik. A tranchida B qo'shilgan C elingan D da qo'yaylik. Teng A ni B ko'paytsak A B, A ni C ko'paytsak A C plus A C deymiz. Endi A ni minus D ko'paytsak minus A D bo'ldi. Ya'ni bu yerda tamg'ilama nima qildi? Nazarga ilindi. Chunki tamg'ini xato qilsak, hisobimiz xato bo'lib chiqadi. Qani undaqda biz mundaq misolni qarashtiraylik. Bu tirnoqni ichib ko'paytirish kerak. 2 ni 3 plus k ning qo'shindisi ko'paytirish kerak. Onun uchun biz berilgan 2 ni bu qo'shilg'ichlarning har birisiga ayrim-ayrim ko'paytma. 2 ni 3 ko'paytma 6. Endi 2 ni k ko'paytsam qo'shilgan 2k deymiz. Hisob mushnom bilan to'xtaydi. Ya'ni ba'zilarda bunda xatolar qiladi. 6 ga 2k ni qo'shsa teng 8k deb bizitdi. Teng 8k deydi. Yo'q, bu son. Bu bizning harf k. Yani bu aldık 2 nimni bildirdi? K'dan 2 tal degan ma'noni bildirdi. Biz qana harfga sonni qo'shimiz. Yani 8k nima qilmaydi? Chiqmaydi. Bu xato bo'ldi. Hisob mana mashajim qilsak to'xtash kerak. Oldi qo'shilgan 2k deb mashada hisob to'xtaydi. Endi kelasi. Minus 0.15 ni 0.13 ilgan x ning ayrımız ko'payish kerak. Qo'shinni qanday ko'paytirdik, ayrim ko'paytirdik, bu hech qanday farqi yo'q. Qaranglar, endi qaranglar. Bu minus 0.5. Minus 0.5 ni bu biz 0.13 bu qarasam bu bizda ijobiy son, durustmi? Minus x'da bu yerda koeffitsient nima bo'ldi? Salbiy son bo'ldi.
Umuman aytgan salbiy son desak bo'ldi. Endi minus 0.5'ni plus 0.3 köpetsek, yani salbiy son ijobiy son köpetsek salbiy son chiqadi. 0.3'ni 0.5'ni 0.3 köpetsek 0.115 bo'ldi. Endi kelesi salbiy sonni, yani aldığı bu x'nin koeffitsiyenti salbiy sonki, salbiy son köpetsek ijobiy son chiqadi. Qarang, tamg'ini xatolashmanglar. Endi 0.15'ni x köpetsek 0.15 x bo'ldi. Kelesi tırnak aldı minus belgisi turdi. Minus belgisini biz birinchi harakatga o'tib ketdik. Tırnak aldı minus belgisi degan so'z bu nimani bildirdi? Qarama qarshi degan ma'noni bildirdi. Ya'ni bu bizde 3 ijobiy son, x'ning koeffitsiyenti ijobiy son keltiribsizmi? Endi 3 ga qarama qarshi son minus 3 plus x ga qarama qarshi son minus x degan ma'noni bildirdi. Ya'ni tamg'alar nima qildi? Qarama qarshi o'zgardi. Kelesi 3 tal qo'shilishini ko'raylik. Bu 3 ga qarama qarshi son minus 3 plus x ga qarama qarshi son minus x minus y ga qarama qarshi son plus y bo'lib ichildi. Yani kelesi misal, yani 2'ni köpeytip görüyoruz. Qaranglar. 2'ni 3 köpeytsek 6. 2'ni qancha köpeytimiz? Minus 2k köpeytimiz. Minus 2k. 2'ni minus 2k köpeytsek minus 4k. Kelesi 2'ni plus 5y köpeytsek plus 10y. Hesap muşun ben toxtaydı. Kelesi yani minus 2 nasıl açıyor? Minus 2'ni 3 köpeytsek bu bizi salbiy son. Bu bizi ijobiy son, durustmi? Salbiy son ijobiy son köpeytse salbiy son chiqadi. Minus 6 bo'ldi. Kelesi minus 2'ni minus 2k köpeytimiz. Yani salbiy son köpeytse o çağda biz ijobiy son chiqadi. 2'ni 2 köpeytsek 4k bo'ldi shundan. Kelesi bu salbiy sonni ijobiy son köpeytsek salbiy son bo'ldi. Tamg'alar qarama qarshiga. 2'ni 5 köpeytsek 10 y bo'ldi. Hisobimiz mushun bilan to'xtaydi. Endi bizde minus 5a minus a to'g'risida biroz tushuntirib o'tkim keladi. Endi bu nim sonlar. Bu harfni oldi turgan sonlar bu harflarning bo'ldi koeffitsiyenti deganni bildirdi. Yoki koeffitsiyent deb ataladi. Bu yerda a ning koeffitsiyenti qancha ekan? Minus 5 ekan. Koeffitsiyent minus 5 bizde. Birinchi holatda. İkinci holatda bizde koeffitsiyent qancha ekan? 5 ekan. Bu ikkinchi holatda. Uchinchi holatda koeffitsiyent qancha ekan deganini bildir. Qancha ekan? 1 ekan. Har qanday harf berilsa, oldida 1 degan koeffitsiyent bor deb bilishimiz kerak. To'rtinchi joyda koeffitsiyent qancha ekan? Minus 1 ekan. Ya'ni bu yerda hech qanday son ko'mayotmayapti emas. Aytaylik, bazadan biz non yeb keldik. Biz demaymiz bir non. Biz adet holatda non deymiz. Aytaylik, Adiljon Adil da biz oldu. Neki Adiljon da biz ayli. U Adiljonning bir tal ekanligini bildirdi. Yani men bir Adiljon, yoki men Nigmat bo'lsam, men bir Nigmat demaymiz, durustmi? Nigmat deymiz, u shu bir degan ma'noni bildirdi. Shu sababdan a degan so'z bu a'dan bir tal degan so'z, bir tal. Minus a degan so'z minus bir tal degan bildirdi. 5 a degan so'z 5 tal a degan so'z. A'dan 5 tal. Minus 5 a degan so'z minus 5 tal deyiz. Minus 5 tal. Kelesi meseleге 3'tün a'da berilishi mümkün. Bunu biz 3'tün 1 köpeytilgan a desek bo'ldi. Yani koeffitsiyent qancha ekan? 3'tün 1 ekan. Bu joyda 3'tün 1 ekan, bu joyda 3'tün 1 ekan. Aytaylik 3'tün 2 a bo'lsa, koeffitsiyent qancha ekan? 3'tün 2 ekan. Şurada biz koeffitsiyentni biz bilishimiz kerak. Yani andan keyin kelesi minus 5a degan so'z 5a ifodasi bu minus 5'ni a'ga köpeyt deganni nima qildi? Bildirdi. Buni unutib qolmaylik. Kelesi misal köpeytishni to'plash xususiyatini foydalanib köpeytining ma'nosini tiplanadi. Minus 5'ni minus 106 köpeytish kerak. Biz buni bunday yazsak bo'ldi. Minus 5 köpeytilgan minus 106'ni minus 100 minus 6 deb bunda qo'shinda turda yozsak bo'ldi, durustmi? Endi minus 5'ni bu qo'shinning qo'shin har bir a'zosini ko'paytma. Minus 5'ni minus 100 ga ko'paytsak nima bo'ldi? 500 bo'ldi. İki salbiy sonni ko'paysa ijobiy son. Kelesi minus 5'ni
minus 6 köpetsek, yani ijobiy son bo'ldi. Plus degan tomonni qo'yma. Minus 5 ni 6, minus 6 köpetsek 30 bo'ldi. Şuna cevap kaç oldu? 500, 530. Endi men bu sözü qo'shunda degan so'zni foydalandim. Sizlar deyishlar mumkin, bu yerda minus degan belgilar turdi. Nimish qo'shunda deysiz? Minus 100, minus 6 ni mana yozib bo'ldi. Minus 100 qo'shilgan minus 6 deb bunda qo'shinda turdi yozilgan bo'ldi. Shu zaten bu matematik tilda qo'shinda al deb ketadi. Kelasi bundaq misol qarashtiraylik. Kelasi bundaq misol 28 27 elgan 95 ilingan minus 28 bir qo'shilgan 8.94. Mushning ma'nosini hisoblab tepish kerak. Undan so'ng qiyin tirnoqchani ochaylik. Bu tirnoqchani oldida hech qanday belgi yo'q. Endi belgi yo'q, bu yerda plus tamg'isi bor deb o'ylasak bo'ldi. Agar tirnoq oldida minus belgisi bo'lsa, bu tirnoqchiga qarama-qarshilikni bildiradi. Agar minus belgisi bo'lmasa, bu qo'shiluvchining o'zlari kelib chiqadi. Yana tirnoqsiz yozamiz. 28 27 ilingan 9 dan 5. Endi qaranglar, ikkinchi tirnoqchani belgini tirnoqchani oldida minus belgisi turdi. Bu minus har bir qo'shiluvchini tamg'isini o'zgartiradi, qarama-qarshi o'zgartiradi, bir-birlab o'zgartiradi. Minus 28 dan 1 plus 28 dan 1 bo'lib ketadi. Nima uchun? Tirnoq oldida minus belgisi bor. Plus 8.94 minus 8.94 bo'lib ketadi. Nima uchun? Tirnoq oldida minus belgisi bor. Qani, endi qaranglar. Bir məxrəcli boyunca oxşar sallarını biriktirəylik. 28 27 bilan 28 21 bu məxrəcli birdək sallar ki. Öz ara qoşub etsək, bir də 28-dən 28 çıxıdı, durursunuzmu? Yazıb alaylıq. Düşünlük buluşun. Əndi kelesi minus 9'dan 5 minus 8.94. Əndi səlbi sallar öz ara qoşuldu. Minus ve selbi san olub qaldı. Selbi sanın qoşun selbi san. Endi qaranglar, 9'dan 5'ge bunu kesir qismi 9'dan qo'shsak, minus 8.9'dan 9 chiqadi, durustmi? Kechirsin, men xato qo'ydim. Teng 28 28 degimiz 1 ga teng, chunki 28 28 bo'lsak 1 ilingan 9 9 bo'lsak 1 1ni 8 qo'shsak 9. 1 minus 9 javob qancha chiqadi? Minus 8 kelib chiqadi. Kelasi bizning bundaq hisob umumiy ko'paytgichni tirnoq sirtiga chiqaringlar deydi. Bu yerda biz umumiy ko'paytgichni qanday topamiz? Umumiy ko'paytish uchun biz yaxshilab o'ylashimiz kerak. Necha qo'shilg'ich bo'lsa, shu qo'shilg'ichlar umumiy bundaq so'lib qo'yma. Bu qo'shilg'ichlarning hammasi qanchaga bo'lindi? Bu qo'shilg'ichlarning hammasi qanchaga bo'lindi? 6 ga bo'lindi. Shunday-ku, 6 6 ga bo'lindi, 18 6 ga bo'lindi. Biz bir deydi 1 ga bo'lindi. O her qanaqasan 1 ga bo'lindi. Biz birdan farqlanadigan son tepishimiz kerak. Endi 6 ga bo'linganlikdan tirnoqchini ochma, bir-birlab 6 ga bo'litma. 6 ni 6 ga bo'lsam a kelib chiqadi. Plus belgisini qo'yay. 18 ni 6 ga bo'lsam 3 kelib chiqadi. Endi tekshirib ko'ray. 6 ni a ga ko'paysam 6a, 6'ın 3 köpetsem plus 18 bana öz kep çıktı. Kelesi minus 35 x koşulan 42 y. Yani bir yerde çıkana buldum. Bir yerde 35 ve 42 salları her ikisi kaçık bölünür? 7 bölünür. Demek ben 7 degen sanı tırnak sırtı çıkır etsem buldu. Çıkarsam endi bir-birlep 7 bölme. Minus 35 x'ni 7 bölsem minus 5 x buldu. Endi 42 y'ni 7 bölsem plus deb qo'yma 6 y bo'ldi. Tekshirib ko'ray. 7 ni minus 5x ko'paytsam minus 35x, 7 ni 6 y ko'paysam 42 y bo'lib chiqdi. Endi sizlar 7 emas minus 7 nimi minus 7 bo'linadi deb hisoblasangiz bo'ldi. Yani u chaqda biz bir-birlab minus 7 ga bo'lamiz. Salbiy son bo'lganlikdan tamg'alar nima qilib bir-birlab qarama-qarshi o'zgardi. Bu bizning salbiy sonimiz ijobiy son bo'ldi bo'lganda. Ama bu ijobiy sonimiz mumkin salbiy son bo'lib ketadi. Yani bu yerda ko'paytib ochsanglar, mana bu ifodani o'zi kelib chiqadi. Yani bu minus belgisi faqat tamg'alar nima qilib qarama-qarshi o'zgartirdi. Kelasi 8 ilingan 24 c. Her ikisi qanchaga bo'lindi? Sizlar 2 ga bo'lindi deyishim mumkin. Biroq biz eng cho'ng um bo'lgisi deyishimiz kerak. Eng cho'ng umumiy bo'lgisi. Bu her ikili qo'shilg'ichning eng cho'ng um bo'lgisi qancha? 8. Yani cho'ngroq son 8. 8 ga bir-birlab bo'lmas. 8 8 bo'lsa 1 ilingan minus belgisini qo'yma. Bu biz 24 c deb o'qisak biz xatolashimiz. Bu minus 24 c. Bu minusga qo'shib o'qimiz. Minus 24 c ni 8 bo'lsak minus 3 c bo'ldi. Kelasi 16a ilingan 20b deydi. Her ikili qo'shilg'ich 4 ga bo'lindi.
Bir birlep 4'gü böleylik. 16A'nı 4'gü bölsek 4A. Bu bizde minus 20B. Minus 20B'ni bu 4 bizde icabiyse. Minus 20B'ni 4'gü bölsek minus 5B bolu. Üzerine köpeytip açsana bu ifademiz öz kep çıkıyor. Kelesi biz her işkeli selbi sanki. Demek biz selbi san transferti çıkıray. Minus belirli ben. En her işkelisi kaçıncı bölün? 1/10 bölündü. Demek minus 1/2 transferti çıkadı. En bir bunun minus 1/2 bölme. Selbi san bölgelikten bunun tamgısı mı karma karşı özgürdü. Bu her işkelisinin koefisiyentleri selbi sanki bir de bu mu bizde selbi sanki. Şu her işkelisi icabi san bu gidiyordu. 1/2 bölsek 1. Kelesi 2'den 4'ün 1/2 bölsek 2 y mundaq yezetkili boldu. Şu çağda selbi san çıkasak tamgılarım kılıp karma karşı özgürdük. Qarana selbi san çıkadım. Bu bizim selbi sanım icabi san bulup ketti. İcabi sanım selbi san bulup ketti. Meydi bu kadar selbi her işkel selbi san bol selbi san çıkasım her işkel selbi sanım tranşı kirgenim bulup ketti. İcabi san bulup ketti. Yani kelesi bizim ödediğimiz kelesi bizim bunda kumsal koefisiyentler atanladıydı. Birinci ifadenin koefisiyenti kaçtı? Bir de koefisiyenti kaçtı? 10,123'te. Çünkü bir de harflik ifade verildi. Bir de arsada köpetiş belgeleri var, durusma. Bu harflerden başka biz qandaqsan görüyoruz. MNK'dan başka 10,123. Kelesi de şu. Minus x'te birisi koefisiyenti kaçı gidiyor? Bir de koefisiyenti minus 1 gidiyor. 1 degen san yazılmaydı. Bırak bu tamğa koefisiyent tamıq so'p qoldi. Kelesi 3'tün x y dedi. X y bölüm 3. Bir koefisiyent qancha ketadi deganda 3'tün 1 gitam. Agar kasrat berilsa, kasr maxraji koefisiyentni bo'lib hisoblanadi. Koefisiyentni azasi bo'lib hisoblanadi. Endi bu bir qayda ilindi, har qachon oldida 1 bor deb o'ylaymiz. Chunki 1 yozilmaydi. Kelesi minus 7 y. Koefisiyent qancha gitam? Minus 7 gitam. Agar bizga AB deb berilsa, koefisiyent qancha gitam? 1'ge teng. Yani bizga agar bundaq ko'paytirilib bersa, biz ko'paytini hisoblab yetishimiz kerak. Ya'ni koefisiyent minus 3 desek xato alishimiz. Yani 2,5 ni minus 3x ko'paytib etsek, qancha bo'ldi? Minus 7,5x deb ixcham olib, endi biz koefisiyentini minus 7,5 deymiz. Agar ko'paytirilgan koefisiyent topsa. Bu yerda ko'paytirilgan koefisiyent tepish uchun 1,6 minus 4x ko'paytsak minus 6,4x bo'ldi. Demek koefisiyent qancha? Minus 6,4 ga teng. Endi o'xshash qo'shilg'ichlar. O'xshash qo'shilg'ich degan nima? O'xshash qo'shilg'ichda harflik ifodalar birdek bo'lgan qo'shilg'ichlarni o'xshash qo'shilg'ichlar deb aytamiz. Ya'ni harflik ifodalar. Itayliq AB ve A. Bu her ikisini o'xshash qo'shilg'ich deb aytish bo'lmaydi. Chunki bu bizda AB, bu bizda A. Harf tarkibga kirgan harflar A bilan B kirdi. Buning tarkibida faqat yolg'iz A turdi. Kelesi italiq 3A ve A. 3A bilan A'ni o'xshash qo'shilg'ich desak bo'ladi. Chunki harfi qarang, harfi bizda A, harfi bizda A. Demek her ikisi bo'ldi, o'xshash qo'shilg'ich bo'ldi. Bu bizda bo'ldi, bu bizda o'xshash qo'shilg'ich bo'la olmaydi. Kelesi MNK minus 3MNK. Bu bizde o'xshash qo'shilg'ich bo'ldi. Chunki har bir qarama MNK aldı koefisiyent farqlanishi mumkin yoki farqlanmasin bo'ldi. Itayliq kelesi MNK AMNK. O'xshash qo'shilish bo'lamdi. Bu bizde bo'lmaydi. Chunki har bir MNK bizda AMNK bir 4 harf bu o'xshash qo'shilg'ich bo'lmaydi. O'xshash qo'shilg'ichlar bo'yicha amallar o'rinlashib bo'ldi. Itayliq biz A ga B ni qo'shib teng AB deb yozdiganlar bor. Ya xato. Chunki bu o'xshash qo'shilg'ichlar emas, qo'shilmaymiz. Endi agar bizga A qo'shilgan A deb berilsa, biz 2A deb yozsak bo'ladi. Chunki bular o'xshash qo'shilg'ichlar. O'xshash qo'shilg'ichlarni qo'shib biriktirib yazgılı oldu. İtaliq A qo'shilgan 3A desa biz birdilla 4A deb yazgılı oldu. Çünkü A bir tal, bu bizi 3 tal, cevabı 4A oldu. Eğer A qo'shilgan 3B deb berilse, bunu 4AB yoki 3AB deb yozishim bo'ldi, bu xato bo'ladi.
ifodani ixchamlanglar deydi. 17A qo'shilgan 19A qo'shilib elingan 18A. Qaranglar, harfi A. Ham yerda birdek. Demak, bularning o'xshash qo'shilishi deydi. Demak, hisoblayveramiz. Koeffitsiyentlar ishlaymiz. 17 qo'shilgan 19 36, 36 elingan 18 18A bo'ldi javobi. Kelasi buni bir hisob qarashtiraylik. AB ilingan 100 AB qo'shilgan 2AB. Ana qaranglar, AB har biri o'xshash keldi. Demak, buni o'xshash qo'shilish deb aytamiz. Keyin uni hisoblaymiz. Qancha bo'lib edi? 1 bor. 1 ilingan 100 minus 99. Minus 99 plus 2. Qancha bo'ldi? Minus 97 AB bo'ldi. Kelasi bizda bunday misol. İfade ixchamlash kerak. 81A ilingan 72 qo'shilgan 19A. Qiyin bu yerda o'xshash qo'shilishlar. Mana 81A bilan 19A. Chunki har biri A birdek. 81A ga 19A ni qo'shma. Ya'ni biriktirgan vaqtida koeffitsiyentlarga e'tibor beramiz. Bu biz ijobiy san, bu ijobiy san nima qildi? Qo'shildi. Qo'shsak 90 kechirsa 100A bo'ldi-ku. 100A bo'ldi. Endi ilingan 72 nima qilamiz? Ilingan 72 deb o'z pichi ko'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, hisob chiqdi. Kelasi hisob. Minus 35x minus 7x plus 3y. Bu o'xshash qo'shilish kini. O'xshash qo'shilish 5 turdi. Minus 35x ile minus 7x. Koeffitsiyenti minus 35 minus 7. Her ikki salbiy son o'zaro qo'shildi va salbiy son bo'lib qoldi. Minus 35 ga minus 7 ni qo'shsak minus 42 x ni yozamiz. Unutqamaylik, qo'shilgan 3y ni o'z pichi ko'chirib qo'yamiz. Bizga bunday ifoda beribdi. Yani biz bir tırnaqni içib ko'paytiramiz. 3 ni har biz ko'paytmaymiz, faqat tırnaq ichidagilarga. 3 ni 2x ko'paytsam 6x. 3 ni minus 7 ko'paytsam minus 21. Tırnaq sirtidagilarni nima qilamiz? Bularni o'z pichi ko'chirib yozamiz. Qarang, qo'shilgan 30 ilingan 3x. Tangni kelasi qurdan boshlayman. Endi qarang, 6x minus 3x. Bular o'xshash qo'shilishlar, durustmi? Hisoblaymiz. 6 bu qancha? Koeffitsiyenti minus 3. 6 minus 3 3 bo'ldi. X ni bilishni unutmaylik. Kelasi. Minus 21 plus 30. Minus 21 plus 30 tamg'alar qarim-qarshi bo'lsa, modul cho'ngsa modul kichikirib, modul cho'ng tamg'iz qo'yamiz. Plus qancha bo'ldi? 9 deb bundaq yozg'ili bo'ldi. Kelasi bizda bundaq misol. Endi buni tangdab kelasi qurdan boshladik. Minus 11 ni har birisi ko'paytma. Minus 11 ni 2x ko'paytsam minus 22x bo'ldi. Minus 11 ni minus 3y ko'paytsam salbiy son ko'paysa ijobiy son bo'ldi. Unutmaylik. Plus 33y bo'ldi. Kelasi. Bu 12 ijobiy sonki 12 ni 3x ko'paysam plus 36x bo'ldi. Kelasi. Plus 12 ni plus 2y ko'paysa plus 24y tang. Endi o'xshash qo'shilishlar qani? Minus 22x bilan plus 36x o'xshash qo'shilishlar. Endi minus 22 plus 36 nima bo'ldi? 14x bo'ldi. Endi 33y bilan 24y qo'shilishini hisoblasa qancha bo'ldi? Plus tamg'isini qo'yamiz. Qo'shsak 57y bo'lib qoladi. Endi qaranglar. 32 24 ni qo'shib biz 57 bo'ldi. 57 ni qanday yozma? Bu 33 ijobiy son, 24 ijobiy son. Durustmi? İkisini qo'shsak 57. 57 ijobiy son. Shuning uchun arsini qilamiz plus degan tamg'ini qo'yamiz. Endi agar keyin yozsak, bu yerda har ikki tamg'isini e'tibor berishimiz kerak. Tamg'is qanday bo'lsa, shu tamg'ini qo'yamiz. Ba'zida buni plusni qo'yamay 57 ni qanday yozmaydi. Albatta, bu tamg'is qarash kerak. Ijobiy son bo'lsa plus 57, salbiy son bo'lsa minus 57. Kelasi bundaq misol ayrimini tepamalaydi. 6'dan 1 A minus 4'ten 1 B ilan 3'ten C 3'ten 2 C ve minus 6'dan 5 A qo'shilgan 2'den 1 B ilan 9'dan 7 C. Ayrımını tapsın bu ikisinin her ikisi tırnakçı yazımız. Qaranglar, 6'dan 1 A ilan 4'ten 1 B ilan 3'ten 2 C deyimiz. Tırnakçı yapımız minus tırnakçı ikinci gücümüz minus 6'dan 5 A qo'shilgan 2'den 1 B ilingan 9'dan 7 C deb bunda tırnakça ilib ayrım tapsa ayırsa minus belgisini qo'yamiz. Tam tırnakça açımız. Birinchi tırnakça aldı da hech qanday minus belgisi yo'q. Demak, bu o'z pechi kelib chiqadi. Mana qaranglar. 6'dan 1 A ilingan 4'dan 1 B ilingan 3'dan 2
C. Kelesi, ikinci tırnaç aldı minus belgisi olsa, buların her birisi bir-birlep karma-karşı özgürtümüz. Bu biz selbi san, icebi san buldu. Plus 6'dan 5 A. Bu bizde plusumuz minus 2'den 1 B buldu. Kelesi bu minus plus 9'dan 7 C buldu. Endi okşaş koşuluşlarını biriktirimiz. 6'dan 1 A, 6'dan 5 A. Her şeykesin məxrəci oxşaş ki, 6'dan 1'ge 6'dan 5'ni qoysaq 6'dan 6. 6'dan 6 deyimiz o 1'ge təң. Yani 1'ni yazmayla A de biz qoysaq buldu. Çünkü 6'dan 1 B. Kelisi minus 4'dan 1 B, minus 2'dan 1 B. Her şeykesi oxşaş əzala, oxşaş qoşuluşlar. Yani hesaplayımız. Minus 4'dan 1, minus 2'dan 1. Her şeykeli səlbi san özara qoşuldu. Səlbi sanın qoşuntusu səlbi san. Minus belgisini qoyup, o məxrəci vermə 4. Bunun 1'den, bunun 2'den buldu. Bir de 1 koşulgan 2 təң, minus 4'den 3 buldu. Demek minus 4'den 3 C. Geçirse B. Kelesi bizde minus 3'den 2 C plus 9'dan 7 C. Okşaş yazılı C diyoruz mu? Yani hesaplayımız koefisiyenti minus 3'den 2 plus 9'dan 7. Minus 3'den 2 plus 9'dan 7. Tamgıları her xilke. Modül çoğunsan modül kişisini alımız. Onun için təң. İkisinin məxrəci verin minus kesir plus kesir sızığı. O məxrəci 9 9. 9'un 3'ü bölsek 3 3 2 6. 9 9 bölsek 1 1'ni 7 bölsek 7. Şu anda minus 9'dan 6 plus 9'dan 7 buldu. Demek 9'dan 7 modül boyu çoğun. 9'dan 7'den 9'dan 6 alsak 9'dan 1 kalır. Plus 9'dan 1. 9'dan 1 o biz iyice bilsen şu plus 9'dan 1 C deyimiz. Şuna İsa'mız bana kep çıktı. Kelesi buna ifade mənası tipana deydim. Aldı bilen biz A'nın ornağı 10'ni B'nin ornağı minus 2'ni koyuşunun burun biz bu ifadenin kalanı ixcamlap alaydık. Onun için biz tırnaçlarını içip köpeytip oxşaş əzalını biriktirip ölçümüz gerek. Ketku'nun bir çetini yazımız. 26A ilinğen 50 B koşulgan bu 2.4'ün her birisi kimimiz köpeytip açımız. Şu çağda kelesi bunda misal ifade mənası tipana deydi. 26A ilinğen 50 B koşulgan 2.4 tırnaçı 7A ilinğen 8 B ilinğen 40A. A'nın ornuna 10'nu koyacak, B'nin ornuna minus 2 koyuş gerek. Sizler birinci, A'nın ornuna 10'ni, B'nin ornuna minus 2'ni koyuşunun burun, bu ifademi konu ixcamlı jığıştırıyla. Şu çağda bu hesabımızın buldu, bizge 10 ayrıq buldu. Demek, 26 A'nın öz peç köçürme, minus 50 B'nin öz peç köçürme. 2.4'ni her birisiga qoşuluşunun her birisiga ayırmayıp köpetme. 2.4'ni 7 köpetsek, kaçı buldu bizde? 16,8 A buldu. İlniğen 2.4'ni 8 köpetsek bizden buldu 19,2 B buldu. İlniğen 40 A'nı öz biçmanı köçedim. Endi oxşazalım kılma jığıştırma. 26 A plus 16,8 A İlniğen 40 A. 26 koşulgan 16,8 bizde buldu 42,8 A. 42,8 A'dan 40 A'nı versem 2,8 A da yazımız. Kelesi minus 50 B minus 19,2 B. Demek bir hesaplaydan bulsak minus 50 minus 19 minus 69,2 B buldu. Endi mana biz A bilen B'nin ornuna tegişlik özün mənalarını qoysak buldu. A'nın ornuna 10'nu qoysak şurada 2,8 köpeytilgen 10 elinğen 69,2'ni köçürme köpeytilgen B'nin ornuna minus 2'ni koymuş mana. A'nın ornuna 10'nu koydum. B'nin ornuna minus 2'ni koydum. Şu çağda 2,8'ni 10 köpeysek 28 buldu. Yani selbi san köpesek icebi san gidiyordu. İki selbi san köpesek 69 10 2'ni 2 köpesek buldu 138,4 buldu. Tamam. Hesap bulsak 28 koşan 138,4'ünü koysak kaç buldu? 166,4 buldu. Kelesi bizim buna misal. Eğer üçbunluqның bir tərəfi 2A'ga təң, ikinci tərəfi onundan 1,5 həssə uzun, üçüncü tərəfi bolsa, ikinci tərəfidən 7'ge qısqa bolsa, perimetr tipi olaydı. İş. Bu hesap işi üçün al ben üçbunluqsız olay. Xalqan bir üçbunluq.
A, B, C deb belgilep koyuluk. Ama A, B, C şulunluğunun bir tarafi 2A'ga tenki. Bir 2A deb biz koy. 2A'ga ten. Endi ikinci tarafi onundan degan söz muş 2A'dan degan ma'noni bildirdi. Onundan 1,5 hassa uzun. 1,5 hassa uzun dese demek 1,5 ga imkimiz köpeytimiz. 2A'ni 1,5 köpeytsek biz qancha chiqadi? 3A chiqadi. Demek ikinci qanaqdir bir tarafi 3A'ga teng. Bu bizim ikinci tarafımız. Bu bizim birinci tarafımız. Burada biz koy. Bu bizim ikinci tarafımız. Yani üçüncü tarafı doğru neyim deydi? Üçüncü tarafı ikinci tarafıdan yettiği kıska. İkinci tarafı kaçı tane? 3A'ga tane. Yettiği kıskatsa 7 hassa demek oldu. Yettiği kıskatsa 3A ilingan 7 de belgileyimiz. Yani perimetrini tapdı. Perimetre degan söz alandırıp barık tarafını qo'shib chiqishimiz kerak. U joyda perimetr tip uchun P teng 2A mana birinchi tarafi, qo'shgan ikkinchi tarafi 3A, qo'shgan uchinchi tarafi 3A ilingan 7 üst bichasi mana. 3A ilingan 7 mana. Mana uchinchi taraf bu bizning ikkinchi taraf, bu bizning birinchi taraf. Tam o'xshasa ba. 2A 3A 3A. 2Ga 3A'ni qo'shsak 5A, 5Ga 3A'ni qo'shsak 8A bo'ldi. Minus 7 üst bichi ko'chirib biz qo'yma. Shunlar mana perimetri kelib chiqdi. Şuna hürmetli dostlar, bugünkü dersimiz ayaklaştı. Barlığına diqqatinglar köp rahmet. Bu dersler boyunca qanaqa bir iltimaslar bolsa yoki takliflar bolsa, kommentariy yozib qo'ysanglar, yoki seni qiziqtirib atgan yoki meni ketkizib atgan kamchilik bolsa, seni kommentariyanglar men uchun eng bir qimmat bir axborotdir. Barlığına diqqatinglar köp rahmet. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.